Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hozirda biz Farg'ona viloyati Pelikan eski bozorda temir bozoriga kelganmiz. Ko'pchilik so'raganda shunaqa pechkalarni ham, titanlarni ham video qiling deb, mana sizlarga xudo xolasa qo'ldan kelgancha video qilyapmiz. Qarang, bu yerda har xil razmerda pechkalar bor ekan. Ya'ni hammomlarga shunaqa mana titanlar. Bu yerda assortiment nihoyatda ko'p ekan. Videoni orqacha ko'rsalaring, sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, pechkalar ham bor ekan, katta pechkalar 550 ming so'mdan boshlanadi ekan. Listlari ham juda ham qalinda bo'lgan ekan, qalin listlarda. Shunaqa titanlar ham bor ekan, mana qaraydi. Shu yerdagi tog'amizdan hozir to'liq ma'lumot olib o'tamiz. Xo'sam biz videoni boshladik, shu tog'amizdan chetdagi ma'lumot olib o'tamiz. Assalomu alaykum, tog'a, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Charchang olyapsizmi? Xo'p. Bu pechkalarda lisi nechida ekan? Pechkalarning qalinliklari to'rdan qalinroq. To'r eng kami to'r. Ha. Shu necha pul? Ash pechkaning uzunligi 70 sm, 70 sm, bag'i 35 ga 40. 35. Xo'p, necha pul qilib berasiz? 550 ming so'mdan beryapsiz. 550 ming so'm. Kami bormi? Yo'q, kami yo'q. Bo'lishi. Ha. Buni juda kattaroqlari bor, 85 uzuni, 1 metrligi bor. 650 ming, 750 ming sotilyapti. Ha, sotilyapti. Bular pechkalarning ustiga manaqa titanlarimiz ham bor. 50 litrdan tortib 150 aytgan litrga qilib berilaveradi. Xo'p. Qaraydi, assortiment juda ham ko'p ekan bu yerda. Mana shu necha litrli? Asha 100 litrda atrofida. Mana shu necha pul? Komplekt mana shu pechkasi. 1 million 900 ming so'mga boryapti. Garantiyali o'tinli qilib tayyor qilingan. O'tini ham gaz ham boshlangan. Garantiyani yechatda eshigini solib, o'tin ham yoqiladi. Xo'p, bunisi necha litr? U 130 litr, 125 litr. Bularga xolasa o'sha Ariston hisobida ishlatadigan qilib, mana qanaqa qilib tenti joylarga qo'yib beramiz. Unaqa qo'yib beradi. Ariston hisobida ham ishlatilaveradi. Bu tomonda ham bor ekan mana. Bular necha litrli? Ashlar 80 litr yangi trubada bo'lgan. Yangi turbada. Ha, yangi trubada bo'lgan. Bular gazli pechka, gazni o'ziga xolos. O'tinga emas, gazga. O'tinga emas, gazniki. Uni pechkalari arzonroq. 450 ming so'mdan boshlanadi ular. O'zmas turishi necha pul? Xo'p, 1 million titan bo'lsa 450 500. 1 million 500, 1 million 550 ga chiqadi. Shu yangi trubadagi gazli to'pkali pechkasi bilan. Bu tomonda ham bor ekan, assortiment nijaviykaligi ham bor ekan. Qarorlarni ham olib Buni endi mana bu dimoxodga olib, ular bilan olib chiqaverasiz buni aka. Haligi kanallardan qo'yiladi. Zakazga esa beriladigan pechkalar aytilgan razmerda zakazga pechkalarni ham qilib berilaveradi. Titanlarni ham aytgan razmeriga, litriga qarab qilib berilaveradi. Rossiyskiy trubada deyishadimi, yangi trubada deyishadimi? Hammasidan bor imkoniyat darajasida qilib beramiz. Orasi 1-2 kun ichida tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Xo'p, agar tayyorini olishadigan bo'lsa, 1-2 rezba sement bu joylarni mana o'xshatib qo'yib beriladigan bo'lsa, bu narsalari uzog'i yarim soat vaqt ichida xolos birpasda yuklab beramiz moslalarni. Xo'p, bu chorshanba, shanbadan tashqari ishlaydi? Chorshanba, shanbadan tashqari har kuni ish. Har kuni ishlaydi. Bizda har kuni ish. Xo'p, hordiq yo'q. Bemalol telefon qilaverasiz. 7 dan kech payti 6 gacha bozorlar. Xudo xolasa bitkazib beramiz. Mana shu darvozada shunday kirganda chap qo'lda do'konlari, pastga nomerni ham qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib, mana kelaverasiz. Assortiment nihoyatda ko'p. Zakazga ham xudo xolasa mana yasab berishadi.